lekin bular emas. Nimada qaysidir soha bormi? Fan berishdan qo'rqadiganingiz? Yo'q, umuman hayotda do'st. Umuman hayotda nimadir man tufayli dadamga gap tegib qolishi. Nimada voqea bo'lganmi? Toshkentda kasachish degan. Masalan, mashina haydash. Mashina. Haydaganmisiz bilan mashina? Mexanikadan? Mexanik deganman, mexanikada. Hurmatli yetgan. 07 Jiguli. Shundan keyin yaxshi ishlab o'zimga shofer olaman. Mashina olib bo'lib, keyin mashina haydashni o'rganaman deb niyat qilganman. Bu ham to'g'rimi? Hozir niyatingiz yetdingizmi? Halicha yo'q. Halicha yo'q. Necha yil bo'ldi unga haydaganingizga? Jigulini. 7 yil. 7 yil. 6-7 yil. Jiguliligini yetdilarmi yo o'zingiz taxmin qildingizmi? Jigulini. Yetdisini Jiguli 07 dedi. Ha, dedingiz. Bo'ldi, bo'ldi. Boydan ishdan qoldi. Hozir nima ish qilyapsiz mashina olish uchun? Sviyaz sohasida ishlayman. Sviyaz sohasida. Aloqa. Sviyaz o'qiyapsiz? Ta'tilni bitirganman. Telekommunikatsiya fakultetida. Internet to'laysizmi? Qanaqa? Injenerman. Turon Telekom. Turon Telekom ishlayaptimi? Klientlari ko'pmi hali? Yo'q. Turon Telekomdan rozi bo'lganlar bormi? Yo'q. Turon Telekom qanaqa edi? O'shancha mashina ololmayapsiz. Yo'q, men yaqinda ishlaydim. O'tgan yil o'z ta'tilni bitirdim. Endi xudo xohlasa rivojlanamiz. Sizga omad. Necha yoshsiz? 22. Nimaga siz katta ko'rinasizlar? Xudo xohlasa bu qo'rquv hech qachon qo'rquv his qiling, lekin bundan natijasi amalga oshmasligi. 27 yosh bo'lsangiz 7 yil oldin mashina haydab qo'ygansiz. Da. 15 yoshingizda. Da. 22. Qiziq Qilishlar bor endi ekan. 27 dedingiz o'zingiz. 22 dedi. O'shanga 7mi? 7 yil oldin dedilar. 7 yil oldin. Siz bilan adolat emassiz, jimqiring. Yo'q, 22 yoshda 7 yil oldin haydaganlar. Yo'q, o'shandan kelib chiqqan holda shunaqa dedilar. Qarang, nechta odamlar tarafim bor. Videoni ko'rdim. Bo'ldi, rahmat. Zo'r. Bo'ldi. Bundan boshqa qo'rquvingiz yo'q. Yo'q. Voy. Yaxshi-yu. Men misol siz mana qo'rqasiz aytdingizmi? Yo'q. Aytmadingiz. Men nimadan qo'rqaman? Katta suvda undoq ko'rinadi-yu. Cho'kib ketishdan o'ziga dengizmi, okeanmi? Ha, kerakda qo'rqasiz. Katta suv bo'lsa, ichiga tushishdan. Suzish bilmaganim uchun men. Suzish bilmaysizmi? Yo'q. Men kerak bo'lmagan suzish bilish. Ko'rmaganda shu. Yaxshi hazırlamoqchi. Uyqusam bo'ladi, sizlar. Rahmat. Qo'y. Ben bu literaturchi bo'lishim mumkin-da o'shanga. Noto'g'ri tushunmaydi. Mana boki, bular ham suzishlar to'g'riladi. Men oyog'i ikkitadan ko'p bo'lgan liboy narsadan qo'rqaman. Sizda bitta yutuq bor, siz to'g'ridan qo'rqmaysiz. Уже bor. Nimadan qo'rqadi lekin? Shtativdan. 3 ta oyog'i. Kamera oldidan qo'yildi. Bu kim ekan bu? Что? Yaxshi savol. Ideal savol. Ideal javob. Zo'r. Oyog'i 3 ta bo'lgan, 3 ta bo'lgan nimadir bilmayman. Mana ikkitadan ko'p bo'lgan. Ikkitadan ko'p bo'lgan. Ha, shu o'rnimcha. Qancha ko'p bo'lsa shuncha ko'p bo'lishi kerak. Ming oyoq degani bor. Bola siz urish bering. Qirq oyoqli. Shuni sanashganmi? Xotira sanagan. Bilmayman. Yo'q, 40 ta degan. U haqiqatga mehmonga borsa ham shu oyoq kiyim o'tkisiga hamma. Shu kelini o'zi anaqa xitoyda to'g'rilab chiqquncha. Abbos hazillar bor. Turkiyaga bordim deydi. Abbos Turkiyaga borgan. Wow. Oyoq kiyim olmoqchi bo'lganda, dan borsam, qimmat Turkiyada oyoq kiyim. Yaxshi ham qirq oyoq emas ekan, men to'xtalib No.
Chunki men shuni bundan yaxshiroq hazillab bo'ladi. Chunki bu hazır etib bo'lgan o'sha. Bo'ldi. Bundan yaxshilari qolgan. Boshqa fobiya yo'qmi sizda? 8 oy oldi. Chista mandan qo'rqgan. Standartli. Chista mandan qo'rqgan. Balandlik, qorong'ulik. Sizdan yo'q. Cool show bilaman nimasi to'g'ri va men munosib ketamiz. Asl Siz navbatsiz. Samolyot. Prinsip qo'yganni olmasa ham bo'ladi, ikkita g'olib aniq. Demak, oxirigacha o'qiymiz. O'zi samolyot. To'g'ri o'qimasam kerak. Anemofobiya, to'g'rimi? Tak, nima degani u? Anemofobiya. Bu shamoldan qo'rqish. Anemiya degan kam borlik emas udi. Anemofobiya. Shamoldan qo'rqadigan odamman. Ozg'inmi shunchalik? Ha, sizmi? Ha, yo'q. Bu yaxshi fobiya. Anemofobiya qarang. Shamol uylarni uchirib yuboradi. Shamol men Amerikaga borganman. Men mehmonxonadan chiqarishmagan. Mehmon chunki o'sha metallarda bo'lgan, reynani. O'tda bizanikiga o'xshab birinchi kundan qurib, og'ir qurmaydi. Srazan plastik disklardan qurishadi. O'shaning uchun tarnada ko'p uylarni uchirib yuboradi. Shamoldan qo'rqish bu normal odammi ishi. Oqlabek. Agar Amerikada yashasa, O'zbekistonda bilgan. O'zbekistonda qanaqa duch kelish mumkin? Varyaga uchish ketgan? Uchoqqa bo'lgan. Bali uchish kerak. Yo'q, shamoldan kichkinaligimizda eslasizlar, 4 fasl kino bo'lardi. Gans bilan Grekdan nima? Ha, Kay. Qor malikasi bo'ladi. Kay. O'shanda men shundan qo'rqib boshlaganman, shamol bo'lganda qorlarni uchirib, qor malikasi kelardi. Keyin bizda Balitsani ko'chasi bo'lardi, 1,5 kilometr. Ikkita tarafida polniy daraxtda yozgi kunlari kechqurun ishdan qaytardim. Endi tasavvur qiling, shunaqa shamol bo'lganda daraxtlar shunaqa qimirlaydi, kimdir olib ketib qoladigan. Hozirgacha qo'rqaman, lekin daraxt bor joyda shamol bo'lsa shaqqa bormayman. Shamol bo'lsa daraxt chiqmadan. Daraxt bo'lmasa qo'rqmaysiz. Yo'q, baribir ovoz chiqaradi, qo'rqaman. Qo'rqmayapsiz? Shamol boshqa-da u. Shamol emas. Ha, yo'q, shamol. Qanday qilasiz? Ulagancha. Davomi ham bor. Davom bor. Agar sening qo'lingda klaustrofobiya bo'lsa, Uni medit balandlikmidi? yopiq prostranstvodan qo'rqish. Seni kichkina liftda birga qamab qo'ygan do'stmi? Yoki fobiyangni zo'rlab uylantirmoqchi bo'lganlar toifasidanmi? Uylantirmoqchi bo'lgan? O'zi aytmayapman. Ha, o'zi. Buni Sizga yarashadi. Buni 4 oydan ustida biladi. Qolagancha gapirib. Ko'rdinglar, pullar biz qanaqa imkoniyatlar bor. Eng qanaqa boshladi. Tushunmadik. Premium tarif Klaustrofobiya egasiz, to'g'rimi? Agar siz qo'lingizda klaustrofobiya bo'lsa, siz uni qorong'ilikka tiqib qo'ysangiz, siz o do'stimisiz yoki uylantirishga majbur qilayotgan odammisiz? To'g'ri. Men tushunmadim. Nima degani bu shunda? Ma'nosi? Bittasi aytdi-yu, men to'p ichida uyg'onishdan qo'rqaman deydi. Unaqa ham qo'rqsa kerak. O'lib tirilib jonon topmaguncha Klinik yo'qolasiz. hozir Doniyor. sizni uylantirishmoqchimi? Men o'qiydi deb o'yladim menimcha. Shunaqa o'ylaysiz? Turmushga chiqamisiz? Siz uylantirishmoqchisiz? Shamolli joyga tushib qolsangiz nima bo'ladi? Surxondaryoga uzatib yuborishsinlar. Ertalab supurishingiz kerak. O'ta afg'on shamol bo'ladi, bilasizmi? Lekin afg'on shamol sizga yoqadi. Kulyapsiz pas такой. Her tarafdan. Shamoldan qo'rqmayapmiz. Ha, siz Yaxshi. no bitta 50 ming beramiz. Tak. Kelchi yozilgan gap.
Qulog'imni uzib olishlaridan qo'rqaman. Yozgan qulog'imizni azobasi. Tomaris, to'g'rimi? Tomaris. Shiroq bo'lganda qo'rqsangiz bo'ladi. Moskva bor. Tushganda Tailand deydi. Nimaga qulog'ingiz ko'p cho'zishganmi? Qulog'ingizni uzolaman. Ha, bu yuz o'zi shu qulog'ingizdan tortishganda. Yo'q, yoshligimda shunaqa даже sochimni hech kimga ushlatmasdim, qulog'imga tegib ketmasliklari uchun juda ham hozirgacha ham qo'rqaman. Qulog'imga kimdir yaqinlashsa, nima tegishga qo'rqaman, qo'ymayman hech kimga. Eshitmayman yonga borgacha. Ama o'yladim, real qulog'idan tortib, chunki bo'y bir balandroq. Tomaris. Lekin zo'r mazaligi bor. Shiroq. Chunki 6-sinfda ikkalasi bitta paragrafda berilgan. Tomaris Shiroq. Men tarixdan o'qiganman. Paytda o'qib kirilardi. Qaysi institutda o'qiyapsiz? Aytmay qo'yqilay. San'at instituti. Yo'q, uyat bo'ladi. Uyat bo'lsa, tak. Shunaqa demadi. Men yozman. Ana biz kishimiz bizani ovozimizni bor kishimizni. Tibur o'shaga ikki kishi hisobladim. Agar ingiz bo'lsa uyatmaydi. Zo'r. Частный институт uyalaman shunga. Kimyomi? Amaliyot. Alif programmasi bo'lmasa bo'ldi. Hamma sanab chiqadi. Mayli, aytma. ICT. Ana, Uyalaman. Mayli. Частныйda hamma aytadi. Частныйda o'qirkansan deb shunaqa qilib aytishadi-da, yoqmaydi. ICTda davlat urushi ham bo'ldi. Men so'nggi konsert bersam kim kelishini bilgan, lekin kim kelmasligini o'zi bilaman. Lekin kim? Ayni. Menmi? Bunaqasi Kelmasangiz kelmay ko'ring. Jonon kerakli bitta bilet beraman. Tanımagan bo'lsa-da, to'g'ri yozilibsan. To'maris stand-up komik. Bizda qizlar ham ancha ko'payib qoldi stand-upda. Mana bu Jonon. Jamoa haqida unaqa demaydi bo'lsa-da. Ketib O'zi ketdi. Stand-upda nima yengildi? So'rlik niyat bor? Yo'q, hali. Yo'q, hali. hali 2 yil bo'lmadi. Yo'q, Qaysi? 1 yil bo'ldi. Onda keyingi yil berasiz. 2 yil bo'lgan komik bor, Apos Serobov, ikkinchi maykimiz. Bo'ldi, qarzimdan uzildim. 100 mingdan kechdim. Stand-upga qiziqadigan qizlarga nima maslahat berasiz? Qaytinglar deysizmi? Kelinglar deyman. Kelinglar deysiz. Kelinglar. Rahmat. Sizga ijodga omad. Rahmat, sizga ham omad. Menga omad kerak. Sizga hayotiy omad. Stand-up borasizmi, hayotdami? Hayotda. Hayotda. Sizga stand-upda. Rahmat. Все. Rahmat. Zo'r fobiya. Trikofobiya. Ana, Tak. Nima bu? Alibi. mayda teshik narsa bo'ladi. Shu narsalarni ko'rganimda qo'rquvga o'xshash his o'tadi. Ana savollarni yig'ayotganda omad qilib bergan bo'lsa. Чисто женский qo'rquv kimga ish o'g'il bola chiqmasin deb. Mana shular. Voy! Timurjon? Yo'q, Timurman. Timurman? Ya, o'zi. San'at. San'atda Qatdan bunaqa qo'rquv sizda? Nima majbur bo'lgansiz? Birinchi ko'rishimda g'alati bu ko'nglim sirni ko'rganmisiz? G'alati. Sir ko'rgan, pishloq ko'rganmisiz? yo'q. Sirdan teshikda har xil o'lchamda bor. G'alati bu ko'nglingizni bo'lsa. Yumaloq bo'lsa. Lekin san'atda teshikni ko'p bilasizmi? Nomi ham qattiq. Yo'q, voy. Ijod borasiz, misol konfetlarni qilib yurishadi. Hamma ssenariysi chiqadi. Yo'q, shunday.
Tak, yana boshqa qo'rquv qo'yaman. Voy, Faqat shu. lekin meni yo'q qo'rquv. Agar Teshib bo'lmasa bo'ldi. agar buni hamma tekin kelganda mana shu yerda men sizga o'lardi. Zo'r qo'rquv edi. Afsus. Demak, oldim shekilli. Yo'q, trikofobiya ham yo'q. Men bilan narsalardan qo'rqasizlar. Sevib qolishdan qo'rqaman. Kim u? Kiya bola. Mana bu yo'q ekan. Kiya bo'lib yo'q ekan. Men. Mikrofonni ber, bu yoq tomonga. Sevib qolishdan qo'rqasiz. Sizni bunaqa xavf kutyapti. Yo'q, Yaqin 3-4 yilda. buni kutadi. Ha, bu kutadi. Boshqa Nima bo'ldi? Ketib qoldim. Yo'q, o'zi abechna, hozir ijodga bag'ishlaganman, shu uchun sevgi kerak emas menga. rahmat. Zo'r ssenariyni yozing, bir mazza qiling. Chunki kinoni zo'r chiqishiga 3 ta narsa kafolat. Ssenariy va yana ssenariy. Bu kim bilyapti? Stanislavskiy. Yo'q. Haqiqatan yozayotgani. Mash, ana kutib olsa yozayotgani. Stanislavskiyning gapi bu. Ishonmayman. Men bilmayman. Degan gapi bor-da. Nimaga sevib qolsangiz nima qilasiz? Iloji boricha tugatish harakat qilaman. Bilash niyat yo'q. 27 yoshgacha yo'q. Nega? Bunaqa yosh. Burada ham shunaqa edi. Qani oqibati? Nimaga 27 yosh? Ijod qilib olishim kerak, ungacha. 27 gacha ulgurdan o'ylaysiz. Da, o'yin bor. 30 yildan oshiq o'zingiz kino o'zgarmagan. Ha, men aytayotganman. Siz 27 gacha o'zgartiraman deb o'ylaysiz. Ha, sizda o'zgartirish maqsad emas, prosta ijod qilish. Ijod qilish asosan xususiy kino rivojlantirish meniki. 27 dan keyin sevib olasizmi? Pramo uylanaman u payt. Sevgisizmi? Yo'q, sevgi to'ydan keyin. Mujik. Sanaqa boshlasangiz bo'ladi. Men hech qilmayman, faqat to'ydan keyin sevaman. Buni turmush qurmaganda bilmayman. Haqiqiy sevgi bu to'ydan keyingi sevgi. Deb o'rgatishgan. Ya, rost aytadi. Nimaga ishonmaysizmi? Kimni sevib qolasiz? Yo'q, ishonaman. Bugun ham yaxshilik bilan tugamagan shu uchun. Aslida Kuygan. o'zi 18 yoshmidingiz? Da. Yo'q, kollejda o'qib yurgandim men. Серьезно? Prям 11-sinfda. Siz payt kollej yo'q deysiz. U kollejda o'qigan. Yo'q, ixtisoslar qilgan, madaniyat maktabida o'qiganman, lekin kollej 11 kollej sifatida, kollej degan nomi qolib ketgan edi uni tilda. Qani imtihon topshirayotganida bu bola odam bo'lmaydigan. shaxsiy kinoni rivojlantirib, unaqalar bor. Hozir bizda Nokan. Bor, juda ham kam. Politsiya bor, adashmasam. Keyin Salom TV bor. Salom. ITV boshladi yaqinda. ITVda men tushdim. Bilaman. ITVda shaxsiy kino serial olingan. Shaxsiy serial. Buvaga rol o'ynaganlar. Chiqsa ko'rasizlar. O'shandan keyin balki уже kuzga sotib kelarsiz. Saqlashni olasiz. Lekin omad, обязательно kutib qolaman. Premyeringizni chaqirishingiz shart. Chaqiraman albatta. Обязательно. Rolga ham chaqirsizlar. Nomlaringizga chaqirishingiz shuni o'zi yetadi. Esingizdan chiqmaydimi? Yo'q, chiqmaydi. Familiyam Chorxo'jayev. Shu yerdaman. 93lik, 510. Voy, shuncha kelib turavering mana. Xo'p. Muzlab qachon bo'ladi yana? Men bunday tasavvur Bizda qonun qoidalar bor, boshqa shovni so'rash mumkin emas. reklama qilmaymiz, lekin 15-da dedik. Yo'ldan o'tganda avtohalokatga uchrash. Zo'r qo'rquv. Da, Toshkentda ancha asosiy bo'lgan qo'rquv. Lekin qizlar men e'tibor berganman, mana bu ikkitalik javob o'tayotganda faqat bitta tomonga qarab o'tadi-da. Yo'q, mana ko'rgan ekanman. Men faqat men kuzatganman deb o'ylayman. Ana o'tizga kelib keyin buyoqqa qarash kerak. Nima qilasizlar? Ya men kuzatganman, rostdan shunaqa bo'lgan. Qadar signal chalaman, qo'rqib o'tadi. O'sha qizni signaldan qo'rqish fobiyasi bor, kelmagan.
Xitoy bo'ladi. Uyda o'yinga qarab yur deyishdi. Shakka yetib qolmadi. Lekin biz shakka qaraydi. Mani uyim deydi faqat. Qizlar alohida sizlarga Qizlarni yo'ldan qarab o'tinglar. Ikkita tomonga. Oo, Temur. Timur, ehtiyot bo'ling. Mashinangiz bormi? Yo'q. Unda ehtiyot bo'ling. Yo'q, gaplashingiz beking. Voy gaplashdik bilamiz. Yes. Biz tomonga kirmata qilmaymiz. Real muxlislar bilan gaplashib bo'lmaydi. Nimaga hech to'las? Yo'q, Real bu komanda emas, futbolni. Real bu imperiya. Real o'sha imperiya unga ataylab baribir yutuqni berishadi. Ha, okey. 90-minutda 10-дополнительный minutda gol uradigan yo Real yo Qatar. Comeback. Ne. Comeback uchun. Dog' cho'king. Просто Realni ko'r muridlari bo'lganinglar uchun gapimni qabul qilginglar kelmayapti. Ma'dang chidolmas. Chiqib ketadi. Qaysi komanda? Patsam gaplarga. Ya o shunaqada, shu bizda mana shu komandani shu olib hazil qilsa o'zi. Da. Yo'q, men hazil qilmoqchi emasman, qaytmoqchi emasman. Просто imxo. In my humble opinion degani. My honest. Honest. Humble emas ekansiz. Men o'qiysiz o'qiysiz. O'qiganingiz qaytib soldingiz shekilli. Men shuni Yo'q, kesib oldim. o'tishga qo'rqaman. Menimcha bu O'zbekistonda normal. Hazilni orqasidan tajashibdi lekin. Hazillar o'zi ham bu sizgami? Bu ishi keyingi qoldi. Ammo hozir ko'rmasdan turib hazil qildi, to'g'risi. Ketma-ket chiqdi lekin. To'laganingizni qo'shib qo'yadi. Realchimisiz? Futbolga to'g'ri qilasiz. Молодец. Nimaga qizlar futbolga qiziqadi? Men tushunmayman. Yo, o'z vaqtida qizlar ham u dedi-yu, Real deganda. Qizlar futbol emas, Realga qiziqadi. Qo'rquvdan qo'rqish bo'lishi mumkinmi? Qo'rquvdan qo'rqish. Qo'rquvdan qo'rqish. Ya'ni Fobiya. Bu Qanaqa afrikancha ismga o'xshaydi. homofobiya. Kim qo'rquvdan qo'rqdi hozir shunda? Men yozganman, bir savol sifatida javob emas, ya'ni savol sifatida qo'rquvdan qo'rqish bo'lishi mumkinmi? Yo'q, endi konkret nimadir bo'lsa o'shandan qo'rqasizda. Qo'rquvdan qo'rqish uchun Nisbatan nimagadir nisbatan ko'proq qo'rqasiz. qo'rquv o'zi alohida bir xislat emas. Qo'rquv bu atoqli instinkt. Qo'rquv o'z namani narsa. Ani kallasi ishlaydigan odam. Asli instinkt. Da, instinkt. Hammada bor narsa. O'zi himoyalash vositasi. no qo'rquvni uyg'otadigan qanaqadir obyekt yo subyekt bo'lishi shart. Bo'lmasam qo'rquv o'zidan qo'rqamiz. Qo'rquv bu nom. Misol uchun, bilasizlar, Ha, to'xtaylar, mikrofonga gapiraylik. Mikrofonimiz oldin emasmi? Bo'ldi. Realchimasiz-ku, to'g'ri? yo'q, men futbolga qiziqmayman, ko'rmayman. Jahon chempionatida finalda Zakompani ko'rib qolishim mumkin. Finalda Prinsipalniy emas ekani sizga. Prinsipal emas, no ko'rib qolishingiz mumkin. yo'q, finalda просто Men ishlayman, qo'yaysiz men majburiyman. Majburiydan. Telefonga siz bo'ladi. Bu savoldan qo'rquvdan qo'rquv bo'lishi mumkinmi deganda odam qo'rqishim kerak emas hech narsadan degan deb turib, mana ichida o'y ayolida shu ma'noda berilgan savol. Jamiki qo'rquvlardan qo'rqmaslik uchun-da. Qo'rqmasligim kerak deb turib, как бы Qo'rquvi o'zini Stockholm sindromi. Tushundinglar? Yaxshi. Amal. Lirik tushunishmadi. Yana zo'r gap ham bor. Dezidofobiya. Nima bu? Dizlaran sepmaydi. Buni atrofga boqish kerak unda. Men mayli bilgan. Bilmayman, yozilmagan. Dezidofobiya deganda qo'shida dezidofobiya deydi. O'qilishni yozishibdi. Ha, sizdami? Da. Ozish. Sevish. Yo'q, Ko'p ovqatish. xato tanlov qilish fobiyasi. Oshmi, mantimi? Osh. Xato tanlov qilish fobiyasi. Siz ancha kech uylanasiz. Balki Tanlashga nisbatan bo'lgan qo'rquv ham-da o'sha. tanlovga emas, keyinchalik pushaymon bo'lish ehtimoli. O'shaning uchun ham tanlov juda ko'p vaqt oladi sizdan. Da, juda ham.
Faqat bu uylanish umuman muhim qarorlar, даже mayda qarorlarga hamda o'sha aytganlaridek osh yoki mant o'sha gaplar. Sovuq qoladi o'sha tanagiz. Yo'q, yoki semib ketish. Burun misol uchun pulli paytida bilet olganingiz bu to'g'ri qaror. Yo'q, menga o'rtog'im aytdi, men hali bu so'g' haqida umuman oladigan emasdim. Bugun boraylik dedi. Давайте, война tizimda kelib. O hangisi keldi? Aynan. Boynari. Yo'q, orqasini olmadingiz-ku. Hayot bu sahna. Sizlar unda kimsiz? Gap просто yozing. Zrengiz zo'rligini просто. Yo'q, lekin savol bu. Sizga savol edi. Hayot bu sahna. Siz unda kimsiz? Aktyor. Shunaqa yo'q javobi. Hammamiz aktyor. Bu William Shakespeare gapi. To'g'ri. To'g'ri. Rahmat. Ismingiz nima edi? Asror. Men ismlarni yaxshi eslab qolmayman. Yozib qo'ydingizmi ro'yxatga cho'tib gapirishga? Yo'q. Zombi apokalipsis bo'lsa, sizdagilar ko'p bo'lgani yaxshi. Yo'q. Yo'q, men boshqa ma'noda turdim. Ovqat haqida-ku, ovqat yeysanlarmi deydilar. Zombi ovqat yeymaydi. Yemat. Insonlar baqirib bosim qilishdan qo'rqaman. Pressofobiya. Shuni qanday yengish mumkin? Pressofobiya. Insonlar bosim qilish. Sizga baqirib bosim qilish. Yo'q, nomi yo'q. da bosim qilish deganda qanday? Masalan, qo'rqishda kim bilandir gaplashayotgan paytimda o'sha ovozini ko'tarib boshladimi, menda fikrlash o'chadi-da. Naborot Shunaqami? Именно shunaqa. Siz uylanmayapsiz. O'sha instinkt ishga tushadi. Qanaqa instinkt? O'zini o'zi himoya Nomi aytayman, mana bilib o'lima qo'rquvman deb. Men ham bilmayman nomini. Qanday boshqa? yo'q, baqirsin. Yo'q, ma'lum bir inson baqirsin. Men Altoqo. O'zingizdan qanisi? Hech bo'ldingiz. Hech qachon yechmayman. Eshitdingizmi? Hech qachon yechmayman. Joyga ma'lum darajagacha o'ta bosiq odamman, umuman janjallardan, konfliktlardan qochadigan, lekin o'sha shunaqa короче qizil chiziq bo'ladi. Yetib kelganda o'sha miyam o'chadi-da, qanaqa javob beraman, u yoqqa ketadi. O'ziga javob beramiz. Ha, o'sha miya ishlamay qoladi o'sha yoqqa borganda. Wow, fonofobiya. Fonofobiya bosimdan qo'rqish. Bosim. Tashkillasinishi mumkin. Javob qaytasi. Ya bosim o'tkazmaylik. Baqirmayman, shunga sekin gapiryapman. Zo'r. Nega zo'r mavzularimiz? Men Zo'r. Qattiq baqirsa berib bo'ladi. Keyin fobiya qiling. Men bir joyda ko'plab mayda narsalardan qo'rqaman. Masalan, chumoli to'dasi. Va juda ko'p mayda teshiklardan o'zimni yomon his qilaman. Shunaqa yozilgan, men xato o'qimadim. Chumolidan qo'rqadigan odam bor. Kim ekan u? Qoyil ekan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ko'rinishdan lekin u Baxtli. Bosh chumollarni ko'rgan. Da, bu ham o'sha mayda bir joyga to'planib qolgan chumolida ham misol keltirilgan yili aralar qanaqadir yili bunga kirib ketadi, mana bunaqa teshiklar, masalan, mana bu stol teshiklarga masalan dilim mahra qiladi. mana avqas. Avtobusda bor bunaqa teshiklar. Yo'q. Avtobus. Avtobusda shofir orqasidagi o'rindiqda. Setka bor-ku o'shanda. Men bilmas ekanman. Okeaniki bilan vatlaganda. Shunaqa. Siz birga kelganmisiz? Yo'q. Tashqi o'tirib qo'rqmadinglarmi? Fobiyasidan birlashtirdim. Biz xursand. Fobiyadoshlar. Bunga qarshi nima qilish mumkin? Qaramaslik mumkin. Faqat. Borlik ham bososi bo'ladi. Ko'p Boz bo'lganmiz. bo'lsa, o'shancha ko'rsam o'ldishga harakat qilaman. Bu fobiya emas-ku? Mayda emas, men yosh Fobiya bo'lib kirmaydi. bilan уже unga yaqinlashmaslik. Yo, masalan, arini uyasini ko'rib qolsam, tipa qarayman, yo sen meni o'ldirasan, yo men seni o'ldiraman. Tilni ko'rganman. Taku bizning onasida. Idishda bizning olib, o'shanisini yopib qo'ysangiz, hammasi bizning tushar ekan. Bizning emas, salakan. Salakan bizning bitta narsa emasmi? Bizga yoqmaydimi? Bizga yoqoldi ketadi, tipa. O'shani yoqtirmasak ular hammasi bizga tushar ekan. Shunaqa qilib qo'ysangiz bo'ladi. Bilmayman, nima ishlatasiz buni? Sizga anaqa yo'q, chaqqandagi allergiyangiz yo'q? Bor.
Ha, o'shanga. Aragan chumolgan. Araydi. Chumolni sinab ko'rmagan. Chumol tishlaydi. Ana nodon bo'ladi. Nima? Nodon bo'ladi. Nodon bo'ladi, ahmoq bo'ladi chumollar. Akam ish yurganda o'sha ishni to'la to'kis qilmaslikdan qo'rqaman. Akasidan qo'rqadi. Akasidan qo'rqishni qo'ymaydi bu bitta. Odamdan qo'rqish qanaqa? Fobiya nomi bormi o'zi? Akafobiya. Akafobiya. Odamdan qo'rqish. Persona phobia. Ya u odamlar Social bu ko'proq jamiyatda jamoaga qo'shilmaydi o'sha. ko'p bo'lsa, chumollarga o'xshab ko'p bo'lsa. Kim akasidan qo'rqadi? Akasidan qo'rqadigan kim? Yana kim akasidan qo'rqadi? Boshidan tushuntira olmadimi? Savol Qaysi charishadi? Ya bu kishi ekan. Akangizdan qo'rqasiz. Necha yosh rasmingiz? 10 yosh. Ha, qo'rqadi. Unda bo'lsa bo'ladi. 1 yosh 2 yosh bo'lsa sansiraydi, to'g'rimi? Hech qattiq gapirib ko'rganmisiz akangizga? Yo'q. Yoshlikda bosim. Yoshlikdan qattiq ushlaydiganlar. Qaysi ishlarni qilgisi kelmaydi? Nima qilasiz? Yurgan ish. Shu dala mehnatlari, dala. Tanam yurgan ish. Adadi unga akasi beradi, akasi unga beradi. Dala deyapti. Qurloqmi bu? Aytgan gap ham to'g'ri. Mayda 100% to'g'ri, har doim to'g'ri bo'lgan. Mikrofon olma. Ota. Mikrofon berildi. Otaga. Sizni eshitdilar, uyda kim eshitdilar. Dalada qanday ish? Chopish, qazib olish. Yo'q, masalan bizaniki firma katta, dalani ishlar, hamma narsa bor. Masalan keyin akam odam ishlatadigan bo'lsa-da, men ularni odamlarni normal ishlata olmayman. Akam ko'nglidan keltirib, sani puling ketmaydi, yana o'shaning uchun mas'uliyat his qilmaysan, yaxshi qaramaysan. Tadbirkorlarga nimaga qarab turmaysiz? Nimani ishlatsa ishlaydi ular, pulni bermaydi. O'zi sinfdoshlar ishlaydi, akam bilan. Sharj olmasmi? Yo'q, ular menga katta. Sinfdoshim. Güzel. Yo'q, men o'zim sinfdoshlarim ishlaydi. Akam qo'lida. Ular Sizlar ishlaysiz. Farqiga bir siz pul Yo'q, olasiz. men o'zim ishladim. nima ish qiladi sinfdoshlaringiz qarab turganingizda? Nimaga ukasi bo'lib turib odam ishlatishadi? Chunki masalan ish ko'pligidan bir kishi qila olmaydi dedi. Ukaga maksimum 3 ta odam qila oladigan ish beriladi. Qolganiga ish bo'lsa ish olish kerak bo'ladi. Buni yengish uchun nima qilyapsizmi? Aka, Akam ish berayotganda uyimga kirib yotish bo'ldi. O'zim uxlariga solish. U xato taksi. O'lganga? Uxlaganga. Uxlaganga. Charchamiz tezroq. Nimami? Yordam beradimi hech? Uxlayotgan ekan debmi? 3 marta chaqirishadi, bir marta yordam beradi, lekin bundan yordam bermadi. Lekin xursandman, bir marta foyda berdi. Men ukam chaqirsam turmasa, men tep to'g'izardim, agar ukam bo'lganda. Men shu yordam bermasdi. Yaxshi aka bo'lardi. Rahmat. Nima desizlar? Imom Ali. Imom Ali. Tojikmisiz? Yo'q. Familiyam lekin bir xil, Abdurahmonov. Молодец. Men siznikiga. Yo'q, men buni olay. Agar telefoningiz siz haqingizda shikoyat qila olganda nima degan bo'lardi? Tezroq ochib, boshqalarga kirsin dedi. Davomi. Siz hech o'zingiz bilan janjallashib qolganmisiz? Kim yutgan? Siz javob bering. O'zi bilan. O'zingiz bilan janjallashib qolsangiz kim yutgan? O'zi bilan qanaqa janjallash mumkin? Kim aytyapsiz? Kim savoli bu? Men hech ushmaganman. Kim savoli? Voy, Bu yaxshi savol. siz уже yutmagansiz-ku. Уже 4-chi yaxshi savol edi. O'zingiz bilan o'zingiz urushib turasizmi? Bitta qarorga kelolmagan paytlaringiz bo'ladi-ku. Shu savol uchun qachon? Biz. Savol uchun qachon? Sotvolik qilishini Bular pultolar keladi. Sana Qizlarda ko'p bo'lsa kerak. ana Meni
uncha qizlarda ko'p bo'lsa kerak. Ko'ylakni olaymi, olmaymi yoki men bola bilan gaplashishmi, gaplashmaymi? Bitta urug'ingni ko'ylakni olaymi bilan bola bilan gaplashing. Siz to'y yo'ldasiz. Ay shunaqa atmosferada sevib bo'ladi, ha? Qarang. Shunaqa ishga ham ko'ylaklar shuni. Bak, anaqa mayli. O'sha payt nima qilasiz? O'zingizni ichingiz bilan ko'rishasiz. Yo'q, anu yigitlarga yaxshi emasmi? Ko'ylak kiyinib keladi. Boshqasida deyman. Qanaqa misol uchun? Yigitlar voy. Ko'ylakni, ko'ylak qaytib kelmasligi mumkin, kolleksiya. Bolaga kelib ketadi. To'g'ri. Yigitdan ko'pmi olmasiz, to'g'ri? Bitta tepsiz tushadi. Yoki shamol o'zi tushadi. Oddiy proporsional mashqda ham qarang, nechta bola bor, nechta dona qiz bor. Tushunarli. Shunday qo'rqmang, bosing. 9 ham. Bo'ldi, keyin zararli qilamiz. Abdurahmon Mansurovdan qo'rqaman, juda qattiq, katta odam. Sizniki bu. Men sizlarni burasi varonni chiryapti. Ya'ni kattalardan qo'rqmasa ham bo'ladi, dobroy bo'ladi kattalar. To'g'ri, jahlni chiqarmaymiz. Добрый великан degan kino bor. Jahlni chiqarmaymiz. O'sha yerda bosh qahramonni o'ynagan. Yo'q, o'qiydi. Nega? Ha, kerakmas. Bo'l. Biling. Biling. Konsertingizga kim kelmaydi? Ketdi shu, yozib qo'ying. Orqada ekan. Bo'ldi, bildim. Men tanish bo'ldi. Endi tanidim. Nega so'qov taksistlarning narxi qimmat emas? So'qov taksistlarning narxi qimmat emas. Tipa gaplashib, asabiy deymaydi-da. Jim ketasiz, mazza. Miz savat. Unaqa so'qovmi? Men o'z tabiatimni deb o'yladim. Ular faqat parkovkada ishlaydi deb o'yladim. Qiziq-a, men parkovkada ishga olishayotgan suhbat bo'ladimi? Nima bo'ladi? Mana da bor, videoda bor. Bu hazilni ular eshitolmaydi. Живой mashqda qanaqa hazillar bo'lib qolishi mumkin, tug'ilishi mumkin demoqchi edim, sal qo'yishlar. Sizlar voq bo'lasizlar, tayyor hazil agar kelsa, sahnada biz uni qirqib tashlab, keyinchalik pulli konsertlarda aytamiz sizlarga foyda. Hozir bildiraman arash. Tarakandan qo'rqaman-ya. Qattiq shamoldan qo'rqaman-ya. Ayniqsa shamol tarakandan qo'rqaman. Yana sizmi? O'g'il boladan qo'rqaman. Osh yeyotganda murch yeb qo'yishdan qo'rqaman. Bora ro'mol bilan rektorga duch kelib qolish. Mana bo'ldi, men bildim. Savol egasini rektor ayol kishimi? Men bildim. Topganman qarang. Bo'ldi. Topday azmi ma'lum, yaxshi tema bor. Bolalar bilan yaxshi tema demadingizlar? Qo'rquvga ulashish turgan. Tarakandan qo'rqadi. Qattiq shamol. O'g'il boladan. O'g'il boladan nima qo'rqasiz? Tarakanga o'xshaydi. To'rtta odamnikimi bu? Ana shunga o'xshaydi. Tarakandan kim qo'rqadi? Siz. Qog'oz ekran olgan. Xitoy tilida o'qiysiz, tarakandan qo'rqasizmi? Yeyishadi ular. Tarakan xitoycha silmaydi. Qo'rqaman aytganim. O'g'il boladan kim qo'rqadi shunda? Koreys qizimizam? O'g'il boladan qo'rqasizmi? Hatto koreys bolalar o'g'il bolaga o'xshamaydi. Voy. Wow. Oshayotganda nima chiqib qolishi? Qanaqa? Общийmi? Общий. Munosabatlar chiqsa bo'ladi. Zal nomidan. Lekin yaxshi bekor pul to'lamagansiz deb mashq. Keyin mabodo pulli bo'lib qolsa kerakda o'zi pulni.
zo'r narsalar yozyapsizlar. Chunki oldingilarda mana bular guvoh tekin bo'lgan paytlarida shunaqa narsalar yozishardi. Mana bu ulkidan boshqa chelyapti, uni ham to'ldiradi. Zo'r qiziq narsalar yozadi. Pulli shouga bilet olib qo'y. Pulli shouga bilet olayotganda qo'rqaman, tekin bo'lib qolmasmish. Kim bu? Ha? Bilyapmi? Aka ketdimi? Bilet o'ynatdi. Pulidagiga pul kerak emas. Pul kerak emas bizga. Pul kerak. Yaxshi joy tushildi. Ular sahnada donat bor, o'sha donatga yagona pul tashib turibdi. Tak. Siz o'qing, men o'qimas ekanman buni. Barda savdo bo'lmasligidan qo'rqaman. Hurmat bilan barmen. Men ham qo'rqaman. Hurmat shart emas. Ofitsiant. Ofitsiantga hurmat shart emas, ko'pchilik shunday o'ylaydi. Barmen o'zi promi. Kutilgan narsa edi. No, ofitsiant ham уже yuvarisiz ishlari ochilib, mana shu sahna eshitsa yaqin bo'ladi. To'g'rimi? Ketib qoldi. Nimani boshini qonli beshga solgani ketdi. Kim edi? Ikkinchi kir bor bo'lgan o'sha. Gullardan bo'lgan odam bo'lgan. Antrofobiya deyiladi. Mana shunga yangilik bu. Yarasizmi? Boshini qarshisi. Yo'q, endi bilmaysiz. Yumshoq aytdim, oldingizda bir film kiyib keldi. Uzr. Bo'ldi. Keyin kim uchun keldingiz ham aytmadi. Kim gullardan qo'rqadi? Eri baxtli ekan, bolalar ekan. Vay. Tezroq. Lekin zo'r ekan, shunaqa qizlar bo'lsa zo'r bo'ladi. Ko'p bo'lsa. Gullardan o'g'illar Chista narxdan qo'rqaman. Chista bahona. Qachon yurib qolgansiz? Gullardan qo'rqaman. Pullar yo'qoladi. Pullar beradi. Yo'q, Namangan gullar qimmatda. 500 mingdan oyog'iga o'tadi. Undan pasoni ovozingiz storiesiga ham qo'ymaydi. 8-martdan boshqa paytdan pul olasizlar. Qancha misol? Endi xotiraga bersa bo'ladigan gullar u jami qimmat bo'ladi. Ne. Arzon narsa. Bitta atrul 8-mart doirasidan tashqarida va bayram doiralaridan tashqarida uzoq 15 ming, uzoq Bitta atrul bermaysiz-ku. Bu kerak. Atrul beradiganlar ham ko'p. Uylanmagan bo'lsa bitta atrul berasiz, jalb undan ko'p. Okey. Buketlarni 30 mingdan oddiy o't buketi boshlanadi. Ya, shu oddiy o'tdan ham dalil yo'q. Ko'chada o'sadigan ramashkachilar bormi? Ularni damlab bitsa ham bo'ladi. Mana gulni qo'yadi qiz. Mana shuni damlab ichib, yo'q, mana shuni damlab ichaman, so'kmayman keyin o'shani deydi. Tashda gullar bo'lmasa. Avvalo maslahat berishdan qo'rqaman. Mabodo majbur bo'lib qolsam ham, keyinchalik shu maslahat pand bermasin deb o'ylab yuraman. Maslahat berishdan qo'rqaman. Bunaqasi kam-ku. Bu zo'r narsa. Hamma aql maslahat bergisi keladi ham. Aql Maslahat tekin narsa-yu. Tak, soch bersangiz bo'ladi. maslahat tekin. Hech bo'lmasa, tilorgan. Harakat qilib qo'yiladi. Voqea qil deyiladi. Tilorgan standart gapi. Qanaqa maslahat berish kelgan paytda Voqea qil deyiladi. xuddi komment o'xshab. Nimada komment yozishni bilmaysiz, o'zbeklar hali tayyor emas. O'zi baloni ham tushunmaydi. Shiro qanaqadir. Kim yozgan? Kim yozgandi? Maslahat berishdan bo'ldi. Maslahat berishdan qo'rqasiz. Lekin og'ayningizga konsert bermadi, maslahat bermadi. Ulgurmay qoldi. Og'ayni Abbos Serolov kechida tam aytib o'chib ketishdan qo'rqaman debdi. O'zbekcha yozgan, mana shunaqa to'g'rilab aytdim. To'xtang, sepasizmi? To'xtang. Ani to'yini berishadi. Ya, bu yoqda. Keyin keladi. To'xtang. Shu boshda beramiz. Все.
Shu boshda avizatsiya. Men nima o'qidim? To'xtang. Adashib ketdim. Ha, hozir o'chib ketishdan o'qiman. O'shaning uchun bir telefon beringlar. Islom Islomov kim o'zgardi? Kim o'zgardi? Islom Balkonga chekishga chiqqanda balkon qulab tushishidan qo'rqaman. Ya, ana buncha o'xshagan. Общий. Chekadiganlarni emas. Chekma. Jang etadi, chekish odam o'ldi. Nima bu? Shu voqeasi ekan. Namsh tezlashish. Bitta o'sha uchun qilgan ekansiz, shu bir. Hozirda bemalol o'tirmoqchidir. Moq bo'lib qoldingiz o'shanga. U doktor ekanman bu. O'qolmadi. Apteka ishligilar Farmatsevt bormi? Apteka ishligilar yo'q. Nima bu? bu. Ya. Doktor Sanskrit tilimi? o'zbek tilimi? O, yomon hazil. Oxirgisi ekan. Yo'q, oxirgisi va farzandingiz baxtli bo'lishi uchun qayerga uyiga sizni topshirsa nima qilasiz? Xulosa o'zingizdan. Unaqa farzand faqat nima qilasiz? Qarishdi. Qo'llarga kiradi o'sha. Ha, boshda bilan yurash. Shukrullo Suraviylar repertuaridan. Men ashkam. O'zini hazili yo'q. Nega o'xshaydi? Hazil o'xshaydi. Men orqasiga nima? Cho'lda shamol sizni eng yaqin do'stingizni juda nozik joydan chaqsa. Ha, ilon ekan, shamolda o'qiyman. Cho'lda ilon eng nozik joydan chaqsa. Voy, nima yo'q, savol qo'yadi. Qariyam bo'larmi deysiz? Yo'q. Va foydasi yo'q. Foydasi yo'q, to'g'ri. Ilon chaqish emas. Shu bilan bugungi shouimiz bo'lsin. Tamam. Ikkitasi tushibdi, ikkitasi bor. Hammamizni taniysizmi bo'ldi? Beraverardik, siz beraverardik bilgan. Yana esladik. Sizga ham aytib beraymi, shartnoma emasmi? Ko'pchilik oldida so'rasa yo'q deydi. Yo'q. Siz rozisizlar, qolganlar tekin kelganlar. Qolgan sizlar vijdoninglar. Rahmat deyiladi. Desa. Va qatorda do aylanib rahmat deydi. Shamol. Keyingisini yana pulli, shu kutib o'ltirmayman. Ay, bari tekin bo'ladi, olmay turing. O'tgan safar aytdinglar, bu keyingisida pulsiz kirasizmi? Zo'r, mujik mana nasha bo'lishi kerak. Yo'q, shunaqa bo'lishi kerak. To'g'ri, masalan. Prinsipe, kul showi yaxshi tomoni bemalol o'zinglar ham cho'g'risizlar, kelib gaplashib o'tira olasizlar. Kimdir bilan gaplashayotgan payt qo'yanda ham qo'shilsa bo'veradi. No, sizlarda farosat bor ekan, ma'lum. Kelganingiz uchun kattakon rahmat. Siz charchadingiz, sizlar ham charchadinglar bilamiz. No, o'sha iltimos qilmasak bo'lmasa, keyingi safar kelaylik. Keyingi safar o'ylab ko'ramiz. Pulli qilamizmi yo'qmi? Pulli qilamiz? Yo'q, o'ylab ko'ramiz. O'ylab ko'ramiz. Boshda pulli ochamiz, agar ikkita odam olsa. Keyin ochamiz. Xayrlashsangiz, shu bilan Voy, hech kim olmaydi eshitdingiz. Pullisiz hech kim olmaydi. Men eshitib qoldim. Kelganingiz uchun kattakon rahmat, ajratgan vaqtingiz uchun kattakon rahmat. Yaxshi yomon gaplarga rozi bo'lasizlar. Endi biladi, ertaga bormizmi, yo'qmizmi shular. rahmat. Keyin rahmat, sog' bo'linglar.